Assalomu alaykum qadrli talabalar. Bugungi mavzumiz sharq falsafasining mohiyati va ijtimoiy taraqqiyotdagi o'rni deb nomlanadi. Rejamiz 4 ta rejadan iborat. Rejamiz quyidagilar: sharq falsafasining asosiy tamoyillari, tarixiy rivojlanish va ijtimoiy tuzumlarga ta'sir, sharq falsafasi g'arb falsafasidan farqi, zamonaviy ijtimoiy taraqqiyotda sharq falsafasining o'rni. Kirish qismida shularni aytib o'tishimiz kerak. Ya'ni sharq falsafasi asosiy e'tibor inson va koinot o'rtasidagi uyg'unlik asosiy e'tibor qaratadigan bo'lsa, axloqiylik, taqvo va tafakkur markazida turgan qadimiy tafakkur tuzumi ekanligini alohida ta'kidlab o'tish kerak. Maktablar quyidagilar: Xitoy, Hindiston va Markaziy Osiyo Erondagi, shuningdek islom sivilizatsiyasini alohida ta'kidlab o'tishimiz shart. Bu yerda sharq falsafasi mutafakkirlarining xaritasi, bu yerda hududlar, maktablar va alohida faylasuflar nomi ko'rsatib o'tilgan. Sharq falsafasida asosiy tamoyillar inson, tabiat va jamiyat hisoblanadi. Islomda tavhid asosiy o'rinda bo'lsa, da'vochilikda uyg'unlik va muvozanat, konfutsiylikda axloqiy tafakkur, sufiylikda esa ichki taraqqiyot asosiy o'rinni egallaydi. Bu jadvalda bu falsafiy maktablarning asosiy g'oyasi va jamiyatda ta'siri haqida gap ketadi. Konfutsiylik axloqiy iyerarxiya asosiy g'oya bo'lsa, barqarorlik, boshqaruv, jamiyatga ta'siri. Sufiylikda ichki poklik, iroda asosiy g'oya bo'lsa, axloqiy jamiyatni jamiyatga targ'ib etgan. Vedantada Brahman bilan birlashuv asosiy g'oya bo'lsa, ma'naviy erkinlikni jamiyatga targ'ib etgan edi. Konfutsiylikdagi quyidagi terminlar, masalan, Li Ren Xiao haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, Li marosim axloqiy tartib, Ren insoniylik, ya'ni o'ziga ravo ko'rmagan narsani boshqaga ravo ko'rmaslik, Xiao ota-onaga, ajdodlarga hurmat hisoblanadi. Konfutsiylikdagi qarashlarning jamiyatga ta'siri haqida gapiradigan bo'lsak, huquqiy axloqiy tizim Lida, gumanistik boshqaruv Renda, Xiao esa ijtimoiy iyerarxiyada ko'proq ta'sir qiladi. Demak, tasavvuf haqida gapiramiz. Bu slaydim tasavvuf haqida. Ichki poklanish va ijtimoiy uyg'unlik, ya'ni nafsni poklash va Allohga muhabbat bilan yetishish. Demak, tasavvufda 4 ta asosiy bosqich bor: shariat, tariqat, ma'rifat va haqiqat. Shariat islom huquqi bo'lsa, ma'rifat tariqat yo'l, ma'rifat ruhiy idrok, ichki haqiqat. Haqiqat esa Alloh bilan qurb hosil qilish, ya'ni unga yaqinlashish, unga erishish hisoblanadi. Nafsning 7 bosqichi, bu masala tariqatdagi nafsning yetib boqishi haqida gapiladi. Ya'ni tariqatga kirgan inson endi bu yog'iga nafsning 7 bosqichini bosib o'tishi kerak. Birinchi bosqich nafs ammora, bu qizil rang bilan belgilangan ramziy obraz bo'ri bilan belgilanadi. Ya'ni yomonlikka buyuruvchi nafs, ruhiy holati hayvoniy quvvat, zikri la ilaha illalloh. Nafs lavomi esa ramziy rangi to'q sariq rang, ramziy hayvon maymun. Ayblovchi nafs inson gunohini anglaydi, o'zini tanqid qiladi, ruhiy holati vijdon uyg'onadi, zikri astag'firulloh. Nafs mulhimada och sariq rang ramziy rangi, kabutar hayvoniy obraz, ilhomlangan nafs, ruhiy ilhomlar keladi, qalbda poklik paydo bo'ladi, ruhiy holat nurga to'ladi, zikri subhanalloh. Nafs mutmaina ramziy rangi yashil rang, ramziy hayvon qo'y. Bunda xotirjam nafs ilgari suriladi, ruhiy holati esa xotirjamlik, Allohga suyanish, zikri ya Alloh. Nafs roziyada bunda bu tariqatga kirgan inson Allohdan rozi bo'ladi. Uni har qanday irodasini sevadi. Ruhiy holati tavakkul, sabr, zikri alhamdulillah. Ramziy obrazi tuya, ramziy rangi ko'k. Keyingisi nafsi marziya, bu Alloh undan rozi bo'lgan nafsdir. Bunda ramziy rang binafsha rang, ramziy hayvon burgut hisoblanadi. Buning zikri ya hayyu ya qayyum. Nafsi komila yoki nafs somiya, poklangan mukammal nafs, rangi qora, ramziy rangi, ramziy hayvon sher, ruhiy holat fano va baqodan voz kechish. Zikri
Allohu akbar. Vedanta va buddaviylikda erkinlik, xotirjamlik. Bu yerda Vedaning asosiy, masalan, Atman va Brahman birligi beriladi. Bu Atman bu insonning ruhi bo'lsa, Brahman esa bu iloh hisoblanadi. Ikkalasini birlashib ketish masalasi. Buddaviylikda esa 4 ta asosiy bu yerda haqiqat berilgan. Bu asosiy haqiqatlar bu jadvalda quyidagicha ko'rsatib o'tilgan. Keyingi slaydimiz Zardushiylik, yaxshi fikr, so'z, amal. Zardushiylik xayrli fikr, xayrli so'z, ya'ni ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal bilan bog'liq. Misol uchun, yaxshi fikr, ezgu fikr, ijobiy tafakkur, muloqotdagi madaniyat va ijtimoiy mas'uliyat bilan belgilanadi. Sharq falsafasidagi va g'arb falsafasidagi o'xshash va farqli tomonlar bu diagrammada ko'rsatib o'tilgan. Diagrammadagi biz asosan o'xshash tomonlarini aytamiz. Qolgan tomonlarini slaydda o'zi ko'rinib turibdi. Haqiqatni izlash, axloqiy savollar, bilim va donishmandlik, borliq va inson aloqasi bu Sharq va G'arb falsafasining uyg'un tomonlari. Keyingisi tarixiy va ijtimoiy tizimga ta'siri. Demak, Sharq falsafasi Xitoyda meritokratiyaga asos bo'ldi. Islom dunyosida axloq-huquqiy normalarni shakllantirdi. Sufiylik orqali esa xalq bilan elita o'rtasidagi bog'liqlik saqlandi. Xo'p, ilm-fan va falsafiy tafakkurda sana Farabiy, Berni, Ibn Sinoda. Farabiyda siyosiy falsafa, ideal boshqaruv, Ibn Sinoda tibbiyot falsafasi, ya'ni etik muomalalar, Beruniyda empirik tafakkur, ya'ni tajribaga asosiy o'rin berilgan. Sharq falsafasi va ekologik uyg'unlik. Sharq falsafasi ekologiyaga asosiy e'tibor qaratadi. Masalan, daotizmda, buddizmda va islomda ham xuddi shunday. Endi 21-asrda dolzarblik, ya'ni 4 ta asosiy soha. Birinchi ta'limdagi axloqiy asos, boshqaruvdagi mas'uliyat, sog'liqdagi ruhiy salomatlik, innovatsiyadagi qadriyatlar Sharq falsafasi asosiy o'rinni egallaydi. Endi kamchiliklar Sharq falsafasidagi birinchisi falsafa faqat o'tmishga tegishli deb qaraladi. Ikkinchisi asl manbalar unutilgan. Uchinchisi g'arb paradigmalari asosiy haddan tashqari ustuvor. Endi xulosaga kelsak, yangi paradigma sari degan xulosaga kelsak, Sharq falsafasi bizga insoniyatni, adolatni, ruhiy uyg'unlikni eslatadi. Uni zamonaviy tafakkur, texnologiya va global jarayonlar bilan uyg'unlashtiradi. Bizda faqat o'zimiz, balki insoniyat kelajagi uchun foyda keltiramiz. Yodingizda tuting. Sharq faqat tarix emas, balki istiqbolning yuragi bo'lishi ham mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, qadrli talabalar.